Assalomu alaykum, hurmatli mana YouTubedan kuzatadiganlar. Biz uyimizni переустановка qilyapmiz. Bu bizni mehmonxonamiz 12 metrli. Hozir men mis idishlarga qiziqaman. Bu mis idishni eski bozordan olganman, qayta restavratsiya qilingan. Buni yaqinda oldim, Madina sotdi menga. Pul kerak bo'lib qolib, arzonroq beraman dedi. Arzonroq bergani uchun ham, o'zi qiziqqanim uchun ham sotib oldim. Mana mashinalar bilan birga komplektda sotib oldim. Mis idishlarga yana kim qiziqadi? Hozir idishlarimizni joylayapmiz. Bu joyda olavering. Bu joyda mana hindlar yasagan zaytun daraxtidan degan, aldagan, rost gapirgan bilmadim. Qo'l ishi mana shunaqa chaqchuq soladigan savatcha bor mana. Bunday qilsangiz yopiladi. Savatchalarimiz. Bunday qilsangiz ochiladi. Bundan 4 ta oldim. Bittasi ishxonamizga, bittasini bir juftini uyga qo'yganman. Mana shunaqa osora atiqalar yaxshi ko'raman. Antikvar narsalarni juda ham yaxshi ko'raman. Xo'p. Biz hozir uyimizni restavratsiya qilyapmiz. Qayta переустановка qilyapmiz. Chiroyli qilib. Bu joyda hol eski stol-stullar olib chiqib tashlayapman. Bu qiz Odinaxon meni o'rtag'im qarashgani kelgan. Mana stol-stullar olib chiqib tashlayapman, chunki stol-stullarni men milliy qadriyatimizga mos deb o'ylamayman. O'tirish ham noqulay, belingiz olib ketadi o'tirganingizda. O'rniga o'zbekcha variantda bundaqa o'tirgich qildirmoqchiman, xudo xolasa. Mana shunda belingizni suyab, oyog'ingizni yig'ishtirib o'tirsangiz bo'ladi. O'sha uyimizni yarmiga, xudo xolasa. Telefoningiz jiringlayapti, Odinaxon. Uyimizni yarmiga xontaxtali joy qilaman. O'zbekcha yarmiga mягкий mebelli turkcha joy qilmoqchiman. Turkcha qadriyatim bizni o'zbek qadriyatimizga tushadi. Asosan men qadriyatlarni juda ham hurmat qilaman. Ayniqsa o'zimizni milliyligimizni yaxshi ko'raman, milliy kiyimlar. Bular ham shunaqa vazalar yaxshi ko'rganim uchun olganman. 6 dona uni. Ikkitasi bitta. Keyin yana ikkitasi shu tepada. Mana. Jami 6 ta olganman. Bu joyga kutubxona yasattiryapman. Asosan men kitob o'qiyman. Kutubxona yasattiryapman. Kitoblarimni yarmi sondiqda olib, sondiqdan ular ta'mirlashga berib boraman. Keyin ashmashitga yasattiryapman ikkala joyga, mana manit bilan metga. Bitganda sizlarga inshaalloh video qilaman. Hozir uyimiz ivrisib yotibdi, hech qisi yo'q, lekin shirin tashvish. Menga yoqadi shunaqa ivrisish. Yig'ishtirib olaman, zato kechirasizlar, zato deb bordim. Chiroyli bo'lib qoladi, xudo xolasa. Mana u idishda meni tog'amni ayollari kelina ham hadya qildilar yaqinda. Komplekt qilib, o'zi uyda idishlarimiz har xil bir xil bo'lib ketgan edi. Mana mashina endi oshxonaga ochib ishlatamiz, xudo xolasa. O'zi har xil bir xil bo'lsa ham farqi yo'q, idish tanlamayman, ishlataverardim. Shuni oshxonaga ochib ishlatamiz. Hozir oshxonamiz necha besaramjon bo'lib turibdi. Xo'p, bu paqir ayam sepimga qilib berganlar. Biror marta bir yalchitib ishlatganimni eslayolmayman. Bu biz yotoqxonamiz. Pastda yotadigan, yerga joy solib yotadigan yotoqxonamiz. Tepada qishki yotoqxonamiz ham bor. Bu tepaga chiqish, tepani ham sizlarga ko'rsatgandim oldin, shuning uchun ko'rsatmay qo'yaveraman. Bu meni sepimdagi kandozlar ayam qilib berganlar. Ko'rpacha deydi toshkentliklar. Bu meni kirxonam, ikkita kir mashinam bor. Alohida yuvaman.
ikkita kir mashina qilib olganman. Bu bizni isitish tizimimiz, bitta joydan isiydi. Bu bo'lsa quyosh panelida yarim akkumulyatori uyda ichida turadi. Bilasizlar, quyosh panelimiz bor, undan daromad qilaman. Endi bu stol menga kerak emas. Qarindoshimizga berib yuboraman desam, xo'jayinim ko'nmayaptilar. Yo'q deydi, o'zi joyi bor, chiqadi deydi. Mayli dedim. Menga farqi yo'q. Beradilarmi, sotib yuboradilarmi, menga umuman farqi yo'q. Lekin men stolda o'tirishni yaxshi ko'rmayman. Men yerda o'tirishni, ko'rpachada o'tirishni yaxshi ko'raman. Yoshligimdan darsni ham ko'rpachada qilganman. Hozir ham kitob o'qisam, ko'rpacha sovib olib, xontaxta qo'yib kitob o'qiyman. Mis idishlarimni chiroq qilib terib oldim. Buni bironta joyga qoqib qo'yamiz. Bu Nur surasi 35-oyat. Nur surasi 35-oyat. Alloh osmonlar va yerning nuridir. Uning misoli xuddi bir tokcha. Tokcha ustida chiroq, chiroq ichida shisha. Shisha ichida go'yo bir nurdan bo'lgan zaytun yog'idan bo'lgan nur bo'lib, Alloh o'zini nurini ana shunday hidoyat qiladi. Alloh odamlarni mana shunday hidoyat qiladi degan ma'nosi bor Nur surasi 35-oyatda. Agar bu Nur surasi 35-oyat bo'lsa. Chunki zaytun haqida o'rganayotganda o'sha oyat esimga tushib qolgan, yodlab olgan edim. Zaytun yog'i haqida. Meni kuzatishda davom etinglar, YouTube'dagilar. Menga yangi podpiska bo'layotganlar uchun rahmat. Men yana oxirida o'zim tanishtirib o'taman. Havvo Tohirovna ismim. Ismim Havvo, familiyam O'tishtiram Tohirovna, Tohirjon qiziman. 39 yoshman. 4 ta farzandim bo'ladi yaqinda inshaalloh. 3 ta farzandim bor, 4-chi qornimda. Oddiy tikuvchi bo'lganman va tikuvchilikda daromad qilib bola chaqa boqib yurardim. Keyin qorasidani sotib, Instagramda, Telegramda blog yuritib, faoliyat yuritib, Alloh taolo o'zi bitmas tuganmas fazlidan berib tadbirkor bo'lib ketganman. Kurslar qilganman, tikuvchilikda kurs qilib sotganman, ro'mol tikib sotganman, abaya tikib sotganman. Yana shifo kursim bor, o'zim tabobatga qiziqaman, ko'p kitob o'qiganim uchun shifo kurslarim bor Telegramda. Telegram kanalimga ham o'tinglar. Sog' bo'linglar. Men haqimda batafsil Telegram kanalida ham bilib olsangiz bo'ladi. Instagramda ham sal boshqacharoq blog yuritaman, Telegramda ham blog yuritaman. Hozirda oxirgi oylarda YouTube'ga ham mana shunaqa videolar joylayapman. Marg'ilonlikman, uyimiz Marg'ilon shahar, Amindaryo mahalla 9-ko'chada o'tiramiz. Qorasedanani uyimizdan olib ketsak bo'ladimi deb ko'pchilik kelibdi. Yaqinda O'shdan bitta tog'a kelibdilar. Xo'jayinim olib beraveradilar. Biz asosan qorasedana mahsulotimizni ishxonamizda sotamiz. Ishxonamiz Farg'ona bilan Marg'ilonni o'rtasida Kirgeli degan joyda. 20-maktabda ko'chasi, Averdi ko'chasi, Ulgurjon Barxonani ko'chasida joylashgan. Nomerlarni qo'yaman. Qorasedana olib ichsangiz bo'ladi bizdan. Xudo xolasa. Salomat bo'linglar.